Assalomu alaykum. Gruppamiz a'zolari. Navbatdagi don maydalagan driverkamiz tayyor bo'ldi. 6,5 kilovatli yozuvli alyumin motor. Mana 6,5 kilovat yozilganmi? 6,5 kilovat bo'lmaydi. 3 kilovatli motor bo'ladi. Mana bu yerga 6,5 kilovat 220 ga ishlaydi deyapti. Necha? 18,5 amper ekan. Hop, voltmetrlari bor. Qizilsa tashlab yuboradigan mana bu yerda. Ko'ryapmi? Ключаторlari bor. Avtomatlari bor. Hop, bu drabilkamizning narxi alyuminlisi 2,5 million so'm. Dastavkasi viloyat markazigacha bepul. Klientimizning raqamlari Andijonga chiqarib yuboryapmiz. Hop. Bu mahsulotimiz 99% un qilib beradi. Bemalol molga sepib bersalar ham bo'ladi. Buni mana eng mayda setkasi, mana shunda chiqarsalaring 99% qilib beradi. Mana bu yorma qiladi. Buni ichida hozir turli turibdi. Bug'doyda yorma qiladigani. Mana hozir makka chiqarib ko'ramiz. Qattiq non ham chiqaradimi deyshuvdim, ichiga solib qo'ydik. Hozir ko'ramiz, qattiq nonlar ham chiqarib yuboradi. Xo'p. Bu drabilkamiz eng katta setkasida soatiga 250-300 kilo soatiga chiqaradi, 220. Eng mayda setkasida, buni mayda setkasida chiqarsaning un qilib beradigani un qilib beradi. O'sha drabil nimamiz, setkamiz soatiga 100 kilodan 150 kilogacha chiqaradi. Endi mayda setka bo'lganligi uchun ichida uzoqroq aynaladi. Mana hozir ishlatib tekshirib ko'ramiz. Hozir bug'doyda yorma qiladigani, shakari ham bor, uni ham bor. Nonni ham chiqarib yubordi. Endi non menga nagruzka bermaydi, yumshoq narsa. Mana shu yorma qiladigani bug'doyda, mana uni ham bor. 80-85% uni bor. Ko'rsating, mana bu setkasida bo'lsa 99% un qilib beradi. Molga shunda sepib bersalar ham bo'laveradi. Mana mahsulotimiz. Narxi 2,5 million so'm. Viloyat markazlarigacha dastavkamiz bepul. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.